Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim dedi Alloh taolo Nur surasida. Ayting, mu'minlarga ko'zlarini tiyib yursin. Xo'p, ko'zingizni tiydingiz. Nima bor sizga? Oxiratda mukofot olishingiz aniq. Dunyodachi bir bo'ydoq yigit, bo'ydoq uylanishlikka imkoniyati yo'q, jasadi bir shu juftni talab qilib turibdi. Mana shunday bir holatda ko'zini tiydi. Avratlarni ochib yuradigan ayollardan. Alloh bu bandan amalini zoya qiladimi? Yo'q. Albatta mukofot beradi. Mukofot qanday bo'ladi? Shu yigitga munosib bo'lgan solih ayolni beradi. Bu shunaqa ayolki, qarasa bu ayolga ko'zi quvonadi. Yo'g'ida himoya qiladi. Buyursa itoat qiladi. O'zini haromdan tiyganligi uchun. Shuning uchun bo'ydoqlar ko'p aytaman, o'zingizlar toza bo'linglar, o'zingizlarda pokiza Alloh rozi bo'ladiganda olib yuringlar, xuddi o'zingizlarga loyiqi keladi. Ma taraka abdun shay'an lillah illa awazahu Allohu khayran minhu fi dinihi va dunya. Rasululloh aytadilar, Jami-us Sag'irdan Ibn Umar roziyallohu anhudan. Bir banda Alloh uchun bir narsani tark qilsa, o'sha ko'z zinosini tark qildi. O'sha telefonda har xil saytlarga kirishni tark qildi. Kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh u uchun, mana shu banda uchun dunyo va oxiratda undan ko'ra yaxshiroq bo'lgan narsani beradi. Alloh azza va jalla bandasini qilgan amallarni zoya qilmaydi. Alloh taolo sinashlik uchun bandaning ustiga turli bir imtihonlarni yuborib turadi. Bir kishi muammoga kirib qoldi. Chiqib ketgani yo'li yo'q. Tirishligi bo'lmayapti. Puli yo'q. Qarzlarni uzolmayapti. Ish yurishmayapti. Nima qilsam ekan deydi. Aqq uradi o'zini, vaqt uradi. Ana shu va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas buni hamma hisob kitobi Allohning zimmasiga. Yana bitta oyat. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Shu oyatni o'zi avvalgisi. Kim Allohdan taqvo qilsa, Alloh unga mahrojni, yechimni beradi. Mana shu oyatga naqadar bir ishonchga bir muhtojmiz a? Mana shu oyat siz bilan bizni qalbimizga qanchalar bir kirishligi kerak. Agar kishi mana shunday bir iqtisodiy tang holatga kirib qolib, nima qilay endi? Majburman-da endi. Shuni qilmasam bo'lmas deb turib, protsentga pul oldi. Imtihondan o'ta olmadi. Nima qildi? Prosentga pul oldi-da. Chunki prosentga pul olgan, pul bergan odam Allohga qarshi, payg'ambarga qarshi qilich ko'targan bo'ladi. Bularda holi nima bo'ladi? Shuning uchun qiyinchilik bilan topilgan ozgina halol mol, yengillik bilan topilgan katta harom moldan 1000 marta afzal. Agar sizlar Allohga va uning payg'ambariga itoat etsangizlar, taqvo qilib, haromdan o'zingizlarni tiyib, u zot sizlarga qilgan yaxshi amallaringizdan biron narsani kamitmas. Mo'min odam har qanaqa holatda Allohga itoat qiladi. Keyin nima bo'lar ekan demaydi. Aniq biladi. Men itoat qilaveray, oxiri baribir meni foydamga bo'ladi. Ikkilanmaydi. Qana bo'lar ekan? Qilsammikin, qilmasammikin demaydi u. Qarang, man bata kallan fi talabil halal bata maghfuran lahu. Kim kunini o'tkazsa, kechgacha yurdi ko'chada, halol talabida. Kech kirganda Alloh taoloning gunohlarini kechiradi. Halol topaman deb yurib charchab keldimi uyga, Alloh taolo shu bandani shu kunga qilgan gunohlari bo'lsa kechirdi. Aytdiki, Alloh hech kimning qilgan solih amalini zoya qilmaydi. Alloh taolo o'zi bilgan hikmati uchun qarangda, halol pul topishlik yo'llari qiyin. Halol topaman desangiz ancha mehnat mashaqqatga kirasiz. Ammo haromning yo'li juda ham oson. Harom pul topaman desangiz yo'li ko'p. O'g'irlik qilasiz, tarozdan urasiz, stoli bilan shug'ullanasiz. Juda oson. Ana sinov birodarlar. Mo'min Allohga itoat qiladi va ikkilanmaydi. Albatta oxiri unga nima bo'ladi? Foyda bo'ladi. Va man yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima. Kim Allohga va uning rasuliga itoat qilsa, juda ham katta yutuqqa muvaffaqiyatga erishadi. Shuning uchun birodarlar, biz bir odamning hayotiga qarab baho berayotganda yoki o'zimizning hayotimizga baho berayotganda faqat dunyo ko'zoynagi bilan qaramaylik. Bu dunyoga qarayotganimizda oxiratni qo'shib ham hisoblaylik.
baho berakanda dunyoda ham oxiratda ham bir qilib turib, "Ine baho beraylik birovga." Chunki qarang, bir kishi bor, din, diyonat bilan ishi yo'q. Umuman pul o'shuncha, sog'lik o'shuncha, odamlar o'rtasidagi hurmat o'shuncha. Din bilan ishi yo'q. Uni muqobilada bir dindor odam bor, taqvodor, qo'li kalta, mushkulasi ko'p. Buni ko'rganingizda haqiqatan boshingiz qatib qoladi. Nima deb qatib qoladi? Nima deb qatib qoladi? Nimaga deydi? Axir Allohda aytganini qilsa, payg'ambarda aytganini qilsa, bunaqa mushkula bo'lmasligi kerak-ku. Siz birodar, agar faqat dunyo ko'zoynagini taqib olib turib qarasangiz, haqiqatan boshingiz qatib qoladi. Endi oxiratda ham qo'shib turib qarang, birodar. Shunda xotirjam bo'lasiz. Ikkisini qo'shamiz, ikkisini qo'shib turib qaraymiz, shunda to'g'ri bo'ladi. Alloh taolo aytayaptiki: Astagfirullah, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam va bi'sal mihad. Sizni musulmon kishi kofirlarning shaharlarda kezib yurishlari aldab qo'ymasin. Bu yelib yugurish ozgina matodir, so'ngra joylari jahannam bo'lgay, naqadar yomon joy u. Tushunarli bo'ldimi? Shuning uchun oxirga ham qarab qo'yaylik. Oxirga ham qarab qo'yaylik. Keyingi oyatga o'tamiz. Mana arablar biz iymon keltirdik desa, Alloh taolo aytayapti, sizlar hali iymon keltirmadinglar, sizlar bo'yinsundinglar. Endi haqiqiy iymon keltirganlar kimlar? Astagfiru billah. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi. Alloh va rasuliga iymon keltirgan kishilar kimlar ular? Hech qanday shak shubha qilmasdan iymon keltirganlar. Arabiylar iymon keltirdi dedi, lekin hali ularning qalbiga iymon kirmagan edi. Din ishonchdir. Va ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonman deydi. O'sha musulmonligi, iymonini quvvati odamlar bir-ikkinchisidan farqlanadi. Masalan, bir kishi iymon keltirishi lozim lobut bo'lgan aqidaviy ishlarda birontasida shubhaga borsa, iymondan chiqib ketadi. Masalan, amantu billahi va malaikati va kutubish kalimasi bormi? Shunda aytilgan narsadan bittasida shubha qilsangiz, iymoningiz iymon bo'lmaydi. Aniq ishonch ustida bo'ladi iymon. Qur'on Allohning kalomi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli va elchisi. Va Rasulullohni rasul ekanligi shubha qilmaymiz. Chunki Rasululloh bundan 1400 yil burun shunday narsalarni aytib qo'ydilarki, oradan 1,5 ming yaqin vaqt o'tgandan keyin ilm fan buni haqiqatini topdi. Mana shu narsa payg'ambarimizni payg'ambar ekanligida bizni shubha qilmaslikka chaqiradi. Chunki u davrda hozir bilingan narsalarni bilish mumkin emas edi. Alloh taolo mana bu narsa senga zarar dedimi? Demak zarar, ikkilanmaymiz. Payg'ambarimiz mana bu harom dedimi? Uzoq bo'lamiz, ikkilanmaymiz. Imom G'azzoliyda bir ajib so'zi bor ekan. Aytadiki: "Ey nafs, agar tabib senga sen yaxshi ko'rgan taomni yemang, sizga zarar qiladi desa, tabibning so'ziga shunaqa ishonasanki, yemay qo'yaverasan. Endi tabib sen uchun Allohdan ko'ra ishonchliroqmi? Naqadar kufrga yaqinsan a? Sen uchun Allohning so'zidan ko'ra tabibning so'zi qadrliroqmi? Naqadar jaholat yaqinsan a? Moni yemang hoji aka. Bu oshni yesangiz davlingiz ko'tarilib ketadi. Mononi yesangiz sahringiz oshib ketadi desa, tabibning aytganini qiladi. Sutxo'rlik bilan shug'ullanmang, Alloh aytayapti, xor qiladi desa, nima qilmayapti? Tabibning gapiga bo'lgan ishonchidan ko'ra Allohning so'ziga bo'lgan ishonchi nimaroq? Pastroq. Endi mo'min odam nima qilmaydi? Hech qachon shubha qilmaydi. Bizga yoqadimi, yoqmaydimi, qila olamizmi, qila olmaymizmi? Alloh va Rasul aytgani haq. Bunda nima qilmaymiz? Shubha qilmaymiz. Haqiqiy mo'min Allohga ishonadi, aniq. Jannat, do'zaxda borligiga ikkilanmasdan ishonadi. Endi bir odam aytsa, bilmadim. Biz haq bo'lsa kerak. Musulmonmiz u. Endi biz haq bo'lsa kerak, oxiri payg'ambar, bizning payg'ambarimiz deyishyapti-yu. Bu iymon emas. Bu iymon emas.
Fatavakkal alalloh innaka alal haqqil mubin. Bas siz Allohga tavakkul qiling, albatta siz ravshan haq ustidadirsiz. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi thumma lam yartabu. Mana qaranglar, biz haqiqiy iymonlimizmi yoki yo'qmi? Oyat bizga aytayapti. Haqiqiy mu'minlar faqat Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirib, so'ngra hech qanday shak, shubha qilmagan insonlar. Shubhamiz yo'qmi? Shakimiz yo'qmi? Shuning uchun sahobalar aytadiki, sahobalardan biri Umar ibn Xattob yoki Ali ibn Abi Talib deyiladi. Agar menga g'ayb pardasi ko'tarilib, uni orqasidagi narsalar ko'rsatilsa, iymonimga hech narsa qo'shilmaydi. Ya'ni ko'zimizni to'sib turgan g'ayb pardasi bor. Maloikalarni ko'rmaymiz, jinlarni ko'rmaymiz, jannatni, do'zaxni ko'rmaymiz. U parda to'sib turibdi. Meni iymonim deyapti bu sahobiy. Shu darajadaki agar pardani ochib turib ko'zimga ko'rsatib qo'ysalar ham iymonim boyagidek turaveradi deydi. Ana iymon qanaqa bo'ladi? Ana iymon qanaqa bo'ladi? Qara, Qur'ondagi oyat haq ekan, palonchi mana qiluvdi, mana bo'ldi. Sutxo'rlik qiluvdi, mana bo'ldi. Bola chaqasiga harom yegizuvdi, mana bo'ldi. Mana biz hayotimizda ko'rdik. To'g'ri ekan. U ko'rgandan keyin ishonyapti, qarang. Biz nima deymiz? Biz nima deymiz? Biz buni bilar deymiz. Faqat qachon bo'lishini bilmasdik, xolos. Bizda iymon bor, alhamdulillah. Endi haqiqiy ikkilanmaydigan iymonmi bu bizdagi iymon? Buni bilishning yo'li bor. Qanday bilamiz bu haqiqiy iymonligini? Shu iymonimiz bizni mahluqotlarning xizmatini qilishlikka yetaylayotgan bo'lsa. Qaytarib aytaman, sizdagi iymonning haqiqiy ekanligini bitta dalili mahluqotlarning xizmatini qilishlikka undayotgan bo'lsa, solih amallarni qilishga undayotgan bo'lsa, iymoningiz haqiqiy iymon ekan. Masalan, qiylanib topgan pulingizni yetim yesirga yegizyapsiz. Undan qaytmaydi. To'g'rimi? Hech kim ko'rmayotgan paytda bir savob ishni qilib bekityapsiz. Masjidga kelib turib pulingizni sarflayapsiz. Yoki hech kim ko'rmayotganda sandiqqa tashlab ketyapsiz. Sizni savobli ish qilishga undayotgan bo'lsa, haloyiqning xizmatini qilishlikka undayotgan bo'lsa, iymoningiz komil iymon ekan. Shuning uchun musulmon odam jamiyatdan ajrab olmaydi, jamiyatda qoq o'rtasida yashaydi, chekkaga chiqib olmaydi. Agar inson Alloh taoloning ilmidan xabardor bo'lsa, Allohning oyatlari aytilganda o'zini fikrini bildirgani uyaladi Allohdan. Alloh taolo aytadi, mana Hujurat surasining 16-oyatiga keldik. Qul atuallimunalloha bidinikum vallohu ya'lamu ma fis samawati va ma fil ard vallohu bikulli shay'in alim. Arablar nima deydi? Biz iymon keltirdik deydi. Minnat qilishdi. Allohga bildirmoqchi bo'lishdi. Payg'ambarga bildirmoqchi bo'lishdi. Iymonli bo'lganini o'rgatmoqchi bo'lishdi. Ey Muhammad alayhisalom, u arabiylarga ayting, sizlar Allohga dininglarni, ya'ni iymonlaringlarni haqiqiy ekanini bildirmoqchimisizlar? Holbuki Alloh osmondagi va yerdagi bor narsani bilur, Alloh barcha narsani bilguvchi bo'lgan zotdir. Allohning oyati turganda banda fikr bildirmaydi mo'min banda. Chunki Alloh taolay aytadi, Alloh va uni payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida mo'mini uchun ixtiyor qolmasligi kerak. Masalan, 4 ta xotinga uylanishda Alloh taolo muboh qildi. Endi bir ayol kishidan so'ralyapti, mo'mina oqila ayoldan, mana shu haqida fikringiz qanaqa sizni? Hali oqila ayolning javobi qanaqa bo'lish kerak? Alloh muboh qilib qo'ygan ishda meni fikrim bo'lish kerakmi? Masalan, aroq yurtimizning iqtisodiga moncha % foyda keltiradi. Shuni islomda harom deyilgan ekan. Shu haqida fikringiz nima? Shu to'g'rimi, noto'g'rimi desa, musulmondan bu bahs maydoniga kirmaydi. Alloh va rasuliga iymon keltirgan haqiqiy mu'min Allohning payg'ambarda hukmi turganda nima qilmaydi? Unga fikrni bildirmaydi. Endi tijorat qilasizmi, hunar qilasizmi, moyda olasizmi, nari uyda olasizmi? Bu ixtiyoringizda. Fikringizni bildiring, bemalol ixtiyor qilavering. Ammo Allohning hukmi turganda mu'min odam uni bahs maydoniga olib kirmaydi. G'arb nizomi odamlarni ma'siyatdan to'sib turadigan tashqi sabablarga suyanadi. Islom nizomi esa
odamlarni ma'siyatdan to'sadigan ichki omillarga suyanadi. Alloh taolo o'zi yaratdi, o'zi paydo qildi, o'zi mahluqotlarini qanday ekanligini biladi. Ularni nima buzadi, nima tuzatadi, buni ham o'zi biladi. Ala ya'lamu man xalaqa va huval latiful xabir. Alloh so'rayapti. Axir Alloh yaratgan zot o'zi yo'qdan bor qilgan narsalarni bilmasmi? U mehribon va har narsadan xabardor zotdir. G'arb o'lkalarining katta bir shaharida svet o'chib qoldi. Madaniyatli, saqofatli, obrazovanli, tarbiyaviy kishilar yurtdi. Signalizatsiya o'chdi, kameralar o'chdi, boshqa kuzatadigan asboblar ishlamadi. Bir kechaning o'zida 200 mingta o'g'irlik qayd qilindi. Chunki ularni gunohdan to'sib turgan omillar u tashqi omillar edi. Endi mo'minchi? Mo'minchi uni iymoni to'sadi. Hech kim ko'rmayotganda ham Alloh ko'rib turibdi deydi. Meniki emas bu deydi. Harom deydi. Qaytarib aytamiz, G'arb nizomi odamlarni gunohdan to'sadigan tashqi omillarga suyansa, islomiy nizom birodarlar odamlarni gunohdan to'sadigan shuncha aytayapti-da, sizlar iymon keltirdik demanglar deyapti arabiylarga. Sizlar bo'yinsundik deylar. Agar qalbingizga iymon o'rnashgan bo'lsa, sizlarga qorovulni keragi yo'q. Agar inson Allohdan qo'rqib emas, tashqi omillardan qo'rqib turib, jazodan, qamoqdan, jarimadan qo'rqib o'zini tiyib yurgan bo'lsa, shu omillar yo'q bo'lishiga oyoq qo'li yechilib ketadi. Islom dini insonning ikki dunyoda saodatli bo'lishiga yetaklaydi. Yamunnuna alayka an aslamu. Ular sizga musulmon bo'lganligini minnat qilurlar, minnat qilishadi. Agar qaranglarda kimdir dinni o'ziga yuk deb bilsa, dinni kimdir o'ziga yuk deb bilsa, buni odam aytadiki, mana deydi namozni o'qidik, darsga keldi, nima qilishimiz kerak? Hadeb amalni ko'paytira olmaylar, bo'ldi-da, deydi-da, qilgan ishini minnat qiladi. Eshitib qolasizlar shu narsani. Bilingki, bu banda Alloh taolo unga berib qo'ygan son sanoqsiz inomini ko'rmabdi. Yurishi, gapirishi, yeyishi, yeganini chiqarishi ne'mat emasmidi? Agar banda shu ne'matlar ustida turganligini his qilsa, qalbi shukurdan erib ketish kerak. Quvg'ingiz to'lgan kunda eslang, topolmasdan bordingiz, bo'shanib chiqdingiz. Nima deysiz? Ma'tiz toshdek qatib, qiynalib, hech narsa ko'rmayapti ko'zingizga. Bo'shangandan keyin, Xudoga shukr, o'zichi bemalol bo'shanib olisham nima? Ne'matda. Allohning buyurgan farzlarni bajarib turib, malollanayotgan bo'lsak, dinni o'zimizga yuk deb bilayotgan bo'lsak, ustimizdagi Alloh taoloning ne'matlarini nima qilmabmiz? His qilmabmiz. Masalan, bir xonaga kirmoqchi bo'ldingiz, eshikka yozib qo'yibdi. Bu xonaga kirma, shiftni tushib ketishlik xavfi bor. Patolog tushib ketishi mumkin. Kirmaysiz. Kim uchun kirmaysiz? Shu yozuvni yozib qo'ygan odam uchun kirmaysizmi? Yo o'zingiz uchunmi? Tushuninglar birodarlar, bu o'qiyotgan namozimiz, qilayotgan ibodatimiz kim uchun? Faqat o'zimiz uchun. Alloh taologa buni keragi yo'q. O'shuning uchun shu ibodatni qilib maza qilaylik, huzurlanaylik. Alhamdulillah, Alloh qodir qildi, peshinimni o'qib oldim. Alhamdulillah, Alloh qodir qildi, ro'zamni tutib oldim. Malol olmaylik. Agar malollanayotgan bo'lsak, bu iymonimizga juda katta nuqson hisoblanadi birodarlar. Agar bandani qilgan amali xolis Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, qilgan amallardan huzur oladi va boshqalarga nima qilmaydi amalini? Minnat qilmaydi, pesh qilmaydi. Shuning uchun biroda haqqi bor edi siz ustingizda. Vojib uni uzishingiz. Uzib qo'ydingizda aytasizki, men birovlarning haqqini ado qilaman men. Birovning haqqini qoldirmayman. Bu bilan faxrlanmang birodar. Siz yelkangizda vojib bo'lgan ishni qildingiz. Faxrlanmang. Bu fazilat emas sizga. Alloh vojib qilgan uchun qildingiz buni. Siz faxrlaning qaysi amalingiz bilan? Nafl amalingiz bilan. Qiylanib topgan pulingizni yetim yesirga yegizdingiz, bu haqiqatan siz uchun ixtiyoriy amal edi, bu siz uchun sharaf bo'ladi. Ammo namoz o'qiganingiz, roza tutganingiz siz majbur edingiz. Alloh farz qilib qo'yuvdi. Agar Alloh taolo vojib qilgan ishlarni birodarlar bajarmasak, shariat hukmini amalga oshirmasak, narx juda ham qimmat bo'ladi. To'laymiz uni. O'sha haqqini bermadik, usti ishlatib.
vojib edi berishingiz. Ishini qilib bo'ladi usta zo'r qilib. Yo'lini qilib bermadingizmi? Haqini bermadingizmi? Vojibni ado qilmadingizmi? Qarg'adi. Tayyor turing. Shunaqa bir jarima keladi, shunday bir jazo keladi, o'sha ustaga bermagan pulingizdan 100 barobar kattaroq chiqim bo'ladi. Bir arobiy kelib, "Ya Rasululloh, menga nasihat qiling" dedi. Rasululloh aytdilar, ya'ni qisqa nasihat qiling dedi. Rasululloh aytdilar, "Qul amantu billah, thumma istaqim." Allohga iymon keltirdim-da, so'ngra mustaqim bo'l. Ya'ni shu so'z ustida mustaqim tur. Haligi arobiyga og'ir keldi haligi qisqa nasihat. Aytdiki, "Ya Rasululloh, bundan yengilroq nasihat qilmaysizmi?" dedi. "Bundan yengilroq nasihat xohlayman" dedi. Rasululloh aytdilar, "Fa idan fasta'idda lil bala." Unday bo'lsa balolarga tayyor tur. Shariat senga vojib qilgan narsalarda bajarmasang, sendan talab qilgan ishni bajarmasang, balolarga tayyor tur deyapti. Shuning uchun birodarlar, hayotimizda siz bilan bizga ustimizga kelayotgan qanaqa ishlar yoqmayapti? Bizning nazarimizda makruh u biz uchun, qalbimizga yoqmaydi. Biz uchun minus u. Qaranglar-da, o'sha bir vojiblarni ado qilmay qo'ymayapmizmi? Ki shularga mukofot bo'lib kelmayaptimi bu narsalar jazo bo'lib. Ishimiz og'rimayotgani, topganimizda baraka bo'lmayotganligi surishtirib ko'raylik-chi. Ustimizda vojib bo'lgan narsalarni ehtimol ado qilmay qo'ygandirmiz bizlar. Qanchalar mustaqim bo'lsak birodarlar, shunchalar yutuqqa erishamiz. Falonda uy qurmoqchiman dedingiz, mutaxassis 8 tonna sement ketadi bunga dedi. Mutaxassis 8 tonna sement ketadi dedi. Desa men adagi eslinglar, 4 tonna bilan qilsa bo'ladi buni. U ya oshcha aytib olyapti. U mutaxassis edi. 4 tonna bilan qildingiz. Keyin bitta yer qimirlaganda uy yorilib ketdi. Shu qanday mustaqim bo'lgan bo'lsangiz, mukofotingiz nima bo'ldi? Shunday bo'ldi. Allohning shariatida qanchalar mustaqim tursak, shuncha yutuqqa erishamiz. Yamunnuna alayka aslamu qul la tamunnu alayya islamakum. U arobiylar sizga musulmon bo'ldi, iymon keltirdik deb minnat qilishadi. Ayting, sizlar iymon keltirganinglar yo'q. Sizlar bo'yinsundinglar. Alloh taolo bizga nimani birodarlar yelkamizga farz, vojib qilgan bo'lsa, uni bajarar ekanmiz, faqat o'zimizga foyda. Bajarmas ekanmiz, faqat o'zimizga zarar. 20 tonnalik yukni yuklagan yuk mashinada ketyapsiz. Ro'parangizda ko'prik keldi. 5 tonna og'irlikka moslanganda yozib qo'yibdi. Yana oldida GAI turibdi. Ko'prik yurasizmi, yurmaysizmi? Birinchi savol. Yurmaysiz. Nima uchun yurmaysiz? GAI turgani uchunmi yoki yukni ko'tara olmasligi uchunmi ko'prikni? Nima uchun ustiga yurmaysiz? Tushib ketmasligi uchun. Shuning uchun birodarlar, namoz o'qiyotgan bo'lsak, o'zimiz uchun o'qiyapmiz. Odamlar uchun emas. Hamma qarab turdi, qarasam namozga kirib ketuvdi, men ham kirdim. O'zi roza tutmovdi. Roza tutmovdi. Qarasa, ulfatlari hammasi rozador ekan Ramazonda. O'shuncha abad qilmay qo'yaverdi. Nima uchun? Odamlar uchun. Shariatni mahkam ushlagani kishini faqat o'ziga foyda. Yamunnuna alayka aslamu. Ey Muhammad alayhisalom, sizga va arobiylar iymonga, islomga kelganlarni minnat qilishadilar. Qul la tamunnu alayya islamakum. Sizlar menga islomiylarni minnat qilmanglar. Balillahu yamunnu alaykum man hadakum lil iman. Balki Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganligini minnat qiladi. Bir kishiga maosh qilib bersa, "Mencha pul beraman" dedingiz. Haligi kishi ishni qila olmadi, indamay ketaveradi. Biror narsa demaydi. Agar o'sha ishni siz aytgandek bajargan bo'lsa, nima qilishingiz kerak? Berishligingiz kerak. Chunki berishligingiz o'zingiz uchun yaxshi. Iymonga kelishimiz o'zimiz uchun yaxshi. Vojiblarni bajarishimiz o'zimiz uchun yaxshi. Haromdan tiyilishimiz faqat o'zimiz uchun yaxshi. Agar banda Robbisining hukmlarini o'zini hayotda tatbiq qilsa, albatta buni samarasini ko'radi. Hayotida osudalikni topadi, xotirjamlikni topadi, barakani topadi. Shunda uni qalbi Allohning unga bo'layotgan marhamatini ko'rib, shukr keltirib erib ketadi. Agar buni aksi bo'ladigan bo'lsa, Allohning dinini hayotda tatbiq qilmaydigan bo'lsa, din, ibodat u uchun mehnat, yuk, mashaqqat bo'ladi. Allohga qilgan ibodatini minnat qiladi. Minnat qilyaptimi? Demak, bu odam qilgan ibodatini huzurini, samarasini ko'rmabdi. Innalloha ya'lamu g'oybas samawati val ard vallohu basirun bima ta'malun. Albatta Alloh osmonlar va yerdagi g'ayb sirlarni bilur, Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turguchidir.